O'zbekiston bayrog'i. Ko'kda hilpirar mag'rur O'zbekiston bayrog'i. Dillarga solar g'urur O'zbekiston bayrog'i. O'z bayrog'im deb xalqim dilda qilar iftixor. Undagi har bir rangning o'z ramzi, ma'nosi bor. Bugun biz yurtimizning eng ulug' va eng aziz timsollaridan biri bayrog'imiz haqida so'z yuritamiz. Bayroq bu shunchaki hilpirab turgan rangli mato emas. Bu vatanning yuragi, xalqning g'ururi, millatning sha'nini yelkalab turgan muqaddas belgi. Bayroqni ko'rgan inson avvalo o'z tarixini, o'z ildizlarini, ajdodlarining orzu-umidlarini eslaydi. Chunki undagi har bir rang, har bir belgi ming yillik qadriyatlarimizning mujassam timsolidir. Ko'k rang osmon kabi ulug'vorlikni, musaffolikni, tinchliksevar xalqimizning keng qalbini bildiradi. Oq rang poklik, nur, adolat va tinchlikka bo'lgan intilishimizni ifodalaydi. Yashil rang hayot, yangilanish, tabiat va barqaror kelajak ramzidir. Bayroqdagi hilol esa bizning qadimiy an'analarimiz, milliy o'zligimiz va ruhiy dunyomiz timsolidir. Yulduzlar o'zining porlashi bilan xalqimizning yorug' istiqboli va umidlariga yo'l ko'rsatadi. Bayrog'imiz mustaqilligimizning o'lmas belgisidir. Uni ko'tarib yurish har birimizning sharafimiz, uni himoya qilish burchimiz, uni ulug'lash e'tiqodimizdir.